Uyda tashqi ko'rinishini ko'rdingiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Yangi Machitda bo'lib turibdi. Shundoqqina mana shu orqa tarafida mehmonxonani yonginasida yangi 5 qavatlilarning birinchi qavatida umumiy maydoni 70 kvadrat bo'lgan uyimiz sotuvda. Demak, hozir biz Sanozil bilan tanishyapmiz. Sanozil birgalikda joylashgan. Uyimiz yaqinda remontdan chiqqan. Hech kim olib yashamagan. Akalarimizga srochno pul kerak sotilyapti. Biz hozir koridorda turibmiz. Umumiy xonalar soni 3 xona, kvadrat metri 70 kvadrat metr. Like tugmachasini bosib keting jigar. Narxini aytib o'taman. Narxi 580 million so'm deb baholandi. Kelishadigan joylari bor. Aziz obunachilar, faqatgina naqdga sotiladi. Hech qanday ikkilamchi varianti yo'q. Ko'rib turganingizdek, birinchi etaj bo'lishiga qaramay, hamma derazalar to'liq reshotkalangan. Eng asosiysi, obunachilar, pastda o'ziga bir 10 kvadrat metrga yaqin podvali mavjud. Eshiklari qulflanadigan, o'ziga alohida. Demak, biz hozir mehmonxonasida turibmiz. Juda yaxshi remontdan chiqqan, juda yaxshi saqlangan uyimiz. Hamma narsasi qoladi. Hech nimani olib chiqib ketilmaydi. Barcha narsasi qoladi. Mebel texnikalarigacha. Bu yerda kommunalkalardan gaz, suv, svet aslo muammo yo'q. Demak, endi esa keyingi xonalar bilan tanishamiz. Ko'rib turibsiz, biz hozir koridorda turibmiz. Koridorda ham mebellar qilib qo'yibdi, qo'ldan kelgancha. Demak, bizda chap qo'limizda spalni xonasi joylashgan. Ikkalasini razmeri bir xil. Bu uy bilan hozir ko'rsatgan uyimizda razmeri bir xil va yon tarafidagi uyimiz sal kichikroq, ya'ni spalni xonasi, detskiy xona desak ham bo'ladi. Demak, bu ham pardalar qo'yilgan, gilamlar to'shalgan. Shunaqa uy so'rab bergan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Hali ham kanalga mehmon sifatida ko'ryapsiz-da. Bitta obuna tugmachasini ham bosib qo'ying. Shunda yaxshi uylardan qolib ketmaslik uchun. Demak, aytib o'tganimizdek, hozir detskiy xonasi. Ko'rib aytganimizdek, o'sha reshotkalangan dedik. Narxini aytib o'tdik. Bog'lanish uchun nomer qoldiramiz. 99 kodi bilan 716 53 78. Keyingi videolarda ko'rishguncha tamom.